Qorako'l tumanining Qorahoji mahallasi tuman markazidan qariyb 25-30 kilometr olisda. Viloyat markazidan taxminan 80-90 kilometr desa ham adashmaymiz va mana shu hududda yashovchi fuqarolar telekanalimizga murojaat yo'llab bu yerda ichki yo'llar nihoyatda ta'mirtalab ahvolda ekanligini bildirishgan va biz manzilga yetib keldik. Holatni o'zimiz o'rganmoqchimiz. 1974-yilda asos solinib 75-yilda bitirilgan yo'l bu. Bir asrdan ikkinchi asrga o'tan yo'l. 2011-yilda zavod qaytada ta'mirlash uchun buzdi bu yo'lni, lekin keyingi paytda hech kim qarayotgani yo'q. Qo'llarim qaranglar, hozir yuzlarim artda ekan, yuv ekan kelib o'tiribman. Juda sharoit og'ir, lekin meni yosh kichkina 1-sinf, 3-sinf bachalarim ham yutaladi. Bu qatnovda transport 200 tadan oshiq transportlar o'tadi. Biz ham murojaat qildik, yo'l to'sdik. Bizga 3 kilometrmi, 3,5 kilometrmi aholi bor joygacha ta'mirlab berishsin. Biza qiynalib yotibmiz. Changlar hammasi tuproqlar, biza o'sha aziyat chekdik. Biza 2 gektarlab yer ishlaymiz. Qiynalib yotibmiz. Bizning maqsadimiz yo'lni ta'mirlab berishsin. Aslida mazkur qatnov yo'li bundan bir necha yil avval risoladagidek edi. Uni ta'mirlash bahonasida asfalt qoplamalar buzib tashlandi, ammo shundan so'ng yo'l o'z holicha tashlab qo'yildi. Hozir tumanning bu chekka hududdan shu yerda joylashgan yirik ishlab chiqarish zavodiga kunida yuzlab avtomashinalar qatnaydi. Shundan qatnov ancha katta va bu chang ko'tarilishiga sabab bo'lmoqda. Changdan yasolmayapmiz. Aynan bachalarim, navarlar hammasi allergiyasi bor. Hammasi ana o'yim shu. Yoz bo'yma o'yimda o'tirdim. Katomsida o'tirib choy ichmadim. Chunki kechasi soat 12:00da ham mashina o'tadi, ertalab soat 4:30-5dan keyin mashina o'tadi. Soat 5dan keyin kechqurun. Meni uyim mana shu. Meni uyim changda qolib ketadi. Biz yoz bo'yi issiqda 50 gradus issiqda ham uyga kirib o'tirdik. Ko'chada o'tirish imkoniyati yo'q. Changdan. Hech qanaqa natija bo'lmadi. Necha marta murojaat qilgan bo'lsak. Qiyin, kelish-ketish umuman qiyin. Bozor chiqishimiz, bolalar bog'cha maktabiga borish. Bundan qiyin narsa yo'q. Tuproq yo'l ekanda, haddan ziyod tuproq yo'l. Biz shu yerda tug'ildik, yashaymiz, lekin mashinalar o'tdi, qatnov ko'paydi. Lekin mana yo'l ko'rdingiz. Agar bironta kasal bo'lib qolsa, sherga skor kelishini ko'zdan kim qaysi skor keladi bera. Bironta mashina agar aytamiz desak, uni endi xodavoylari ketadi, boshqasi ketadi, 180 ming, 100 ming pul berish kerak. Har kasal bo'lganda qatnashimizcha, bu yerdan borib kelishimiz. Bolalari o'qishi sherdan qatnaydi. Mana shu yo'ldan borib kelishadi. Manzilga yetib kelgan tuman hokimining o'rinbosari yo'l ta'miri borasida rejalarni oydinlashtirdi. Hozirgi kunda Qorako'l tumanida mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'llardan 36 kilometr qismi asfaltlashtirishi rejalashtirilgan. Bundan 10 kilometr qismi aholi punktiga tegishli. Hozir Qorahoji mahallasidagi 3,5 kilometr qismi xuddi shu 10 kilometr ichida. Bu Qorahoji mahallasida ishda o'tuvchi mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan yo'limiz 2017-yilga qadar haqiqatan asfalt ta'mirtalab, o'nqir-cho'nqir holga kelib qolgani sababli tegishli tuman hokimining topshiriqlari asosida asfalt buzib tashalib, o'rniga shag'al to'shab berilgan. Bu hozir kunga kelib avtomobillar qatnovi ko'payganligi sababli haqiqatan yoz issiq kunlari changish holatlari yuzaga kelganligi fuqarolar murojaat qilgan. Bu bo'yicha fuqarolar murojaat yuzasidan hokim tegishli xati, tegishli topshiriqlarga asosan avtoyo'l korxonasiga tegishli xatlar chiqqan. Ular shu narsani qilib berish uchun dasturlarni shakllantirgan, faqat moliya ishlash bajarilgandan keyin shu yo'llarni ta'mirlab asfalt qilib beramiz. Hozircha Qorahoji mahallasi fuqarolari shu ahvolga ko'nib turishga majbur. Agar mas'ul bildirganidek kelasi yil yo'l dasturga tushadigan bo'lsa, unda muammo yechiladi. Biz albatta muammoning ijobiy yechimiga umid qilamiz. Bu kun Siloliq Do'qulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.